NASA havo shari janubiy yarim shar atrofini 16 kunda to'liq aylanib chiqdi. U 3-may kuni 169 gradus sharqiy uzunlik chizig'ini kesib o'tib, kunduz ham, kechasi ham yuqori balandliklarda barqaror ishlashni tasdiqladi. Buni uzoq muddatli ilmiy tadqiqotlar uchun ishonchli platformaga aylantirdi. Raketalardan farqli o'laroq bunday sharlar uzoq muddatli missiyalar uchun tejamkorroq bo'lib, murakkab dvigatel tizimlarisiz ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi. Aprel oyining o'rtalarida Yangi Zelandiyadan uchirilgan shar atigi 2 soat ichida taxminan 33 kilometr balandlikka ko'tarildi. Garchi u ko'p vaqt okean ustida bo'lsa-da, uni yaqin atrofdagi aeroportdan kuzatuvchilar ko'rishi mumkin edi. Parvoz balandligiga ta'sir etgan kichik sizib chiqish tufayli missiya 4-may kuni rejalashtirilgan 100 kundan ancha oldin yakunlandi. Operatorlar sharni Tinch okeaniga oldindan belgilangan qo'nish zonasiga tushirishdi. Bort olimlarga GPS va radio aloqa uchun muhim bo'lgani hamda ionosferadagi o'zgarishlarni bashorat qilishga yordam beradigan va atmosfera shamollari haqidagi ma'lumotlarni to'playdigan Highwind ilmiy vositasi bilan jihozlangan edi. Loyiha muddatidan oldin yakunlanganiga qaramay, NASAning ishonchi komilki, missiya maqsadlariga erishdi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun tizimni muvaffaqiyatli tayyorladi. Voqealar rivojini yuz-o'zida kuzatib boring.